Erim kechasi 11 da telefon qilib, "Tez kiyinib tur. Uyingga borib tashiyman" dedilar. Mana mayli, ketsam ketaveraman deb narsalarımni yig'ishtirib mashinaga chiqib oldim. Yo'l bo'yi bir-birimiz bilan gaplashmasdan ketdik. Seul Moonga borgandan keyin "Yur, tush mashinadan" deb olib kirib ketdilar. Uyingga borib tashiyman deb vahma qilib, Seul Moonda yangi ochilgan o'ta go'zal sirli tangachalar sotadigan joyga olib kelibdilar. Anchadan beri shu yoqqa boring deb yurdim. Shuni vahma qilmasdan to'g'ri olib kelsalar bo'ladi-yu. Ol menyudan xohlaganingni et, olib beraman dedilar. Mana aldaganlari uchun bir dunyo narsa zakaz qildim. Sirli tangachalardan johorligini, 1 metrgacha cho'ziladigan pishloqligini, shirinliklardan Bounty'li, Snickers'li va Nutellaligini etdim. Ichimliklardan bo'lsa, Okean Mojito va fresh limonadlardan etdim. Fresh limonadlarni o'zligi tabiiy mevalardan chiqarib berishadi. Ko'zinglarni oldida svejiy mevalarni solib, blenderda tayyorlab berishadi. Men ananasli va apelsinligidan etdim. Ichimliklarni idishiga bo'lsa, kreativ yondashilgan. Alohida siz uchun yozilgan so'zlar e'tiboringizni tortadi. Bu joy ochilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, ajoyib sirli tangachalari bilan mashhurlikka erishyapti. Tashqarida ham o'tiradigan joylari bor. Sirli tangachalarini Nutellaligidan bir marta bo'lsa ham borib yeb ko'ringlar. Ta'mi ozinglarda qoladi. Voqliroq borib, zakaz berib bo'lmasanglar, eng yaxshi narsalari tugab qoladi. Sizlarni har bitta xaridinglar uchun tekinga muz qaymoq ham qo'shib berishar ekan. Qaytgancha sizlar borib sirli tangachalarini qaysi tamlikdan yeb ko'rgan bo'lardinglar? O'ta go'zal. Nafaqat nomda, ta'mda ham go'zallik bor. Shunaqa qilib o'ta go'zaldan narsalarimizni oldik, yedik, ichdik, bu orada yarashib ham oldik. Sizlarni ham eringlar shunaqa asabiylarga tegadimi?